Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Xo'p, xabaringlar bor, yaqinda Xitoy davlatiga qilgan safarimizda texnikalarimizni sifatini hamda yuqori darajada bardoshligini ancha oshirib kelganmiz. Ko'rib turganingizda chap tomondagi qorasi 304 bo'ladi. O'ng tomondagisi 254. Bunimizga keladigan bo'lsak, ot kuchi 24 ta 3 portion bo'lib, yoqilg'isi dizel bo'ladi. 1 soatiga 3-4 litr rasxod qiladi. Bunimiz 304, bu ham 3 portion bo'ladi. Ot kuchi 30 ta ot kuchiga ega bo'lib, yoqilg'isi sararka 1 soatiga 6 litr rasxod qilib beradi. Bunimizni orqa vomiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik shunisiga ham e'tibor berishini so'raymiz. Vomlari 1000 оборот bo'ladi. Bunimizniki 700-800 оборот bo'ladi. Ko'pchilik buni 1000 оборот deb o'ylaydi. Yo'q, 1000 оборот bo'lmaydi. 800 оборот bunisi bo'ladi. 1000 оборот bunisi bo'ladi. Tepasida shaklari bor. Bunimizni 304 bor, 704 bor. Yana katta partiyada bor. Endi hozir bitta sekin terib olib chiqyapmiz. Kimga shunaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, Davon Optimga bemalol murojaat qilsanglar, sizlarga chotki narxlarga yetkazib beramiz. Pastda raqam qoldiramiz. Tushunmagan aka-ukalarimizga bemalol telefon qilib, so'rab, surishtirib, nima kamchilik bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalar bemalol murojaat qiladi. Yana kimga puli kerak bo'ladigan bo'lsa, hamda chizel, freza 1.20, 1.60 razmerda bo'ladi. Qanaqa razmerda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rab xarid qilsanglar bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz 12 ta viloyatga bor. Manzilimizni tushuntirib o'taman. Aeroport tomon. Andijon aeroport tomon Qumbozor Isuzu Pitek 5 kilometr ichkariga kiramiz. Andijon viloyati Asaka tumani Axtashi paket mahalla, ko'pchilik klientlar biladi. Tushunmaganlarga Andijon tomonidan kelasizlar, aeroport tomonidan Qumbozor Stalovoysi, Isuzu Pitek bor, 5 kilometr ichkariroqqa kirsanglar, o'zi yo'l bo'yida ana qator hamma texnikani qo'yib qo'yganmiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Kimgadir mana 7 ga 9, 7 talik hamda 9 talik, 15 talik qanaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamma texnikadan bor. Kimga qanaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, qo'limizdan kelsa topib berib, yo bo'lmasa olib kelib beramiz Xitoy davlatidan.